Menga savol berishadi, nimaga changallarning korobkasi silabiy chiqqan deb. Bu korobka silabiligida emas gap. Bu mashina 1 tonna 300 ga mo'ljallangan. Changanta o'ch model, changan modellari hammasi 1 tonnadan 1 tonna 300 dan 1,5 tonna, 1 tonna 8 gacha mo'ljallangan. Lekin bularga hech qachon bunaqa narsa ortilmaydi. Ortiladi ora-orada. Asosan orqa qismi ham 300 kilo bo'lishi aniq. Bundan yuqori bo'lishi ham mumkin. Keyin bunga ham doполнительно 1,5 tonna, 2 tonna, men bu firma mashinasi, nomini ko'rsatmadim. Aytishadi 3 tonna ortaman. Har doim 3 tonna ora-orada o'sha kamroq bo'lib qoladi deyshotdi. Men korobka mana 100 ming probek yurgan. Korobkani yana bir remontga olib qo'yganmiz. Endi shunaqa yuk ortgani hisobiga korobka sal qiynalib ovoz berib qoladi. O'sha paytda kesinglar, dolisi shilani sifatli garantiyalar bilan haq beramiz dolisi.